Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'lashim. Bu videomiz nima haqida? Bu videomiz crash paralarida qanaqa ishlash, zonani qanaqa ishlatish, ya'ni crash 1000, crash 900 hamma crashlarda ishlaydigan zona. Zonani qanaqa ishlatish haqida. Xo'p, aktivniy zona qachon bo'ladi? Bozor tepadan chiqib kelyapti, narx-navo hali selga tasdiq bergani yo'q. Shu joyga keldi, biz bitta moshni boshlamaymiz, tasdiq berishini kutamiz. Tasdiq M15 pastga buzib yopilishida. Xo'p, tasdiq berdi, bu joydan ochmadi. Tasdiq bergandan keyin balki bu pastroqda yopilar. Shu joydan ochmaymiz. Yana zonaga kirib retest berishini kutamiz akalar. Xo'p, retestga keldi deylik. Retest kelgandan keyin biz bitta moshni boshladik. Mana shu joydan bitta moshni boshlaymiz. Tepaga chiqdi ikkinchi M15, retestdan keyingi M15 ham tepaga qarab ketyapti. Xo'p, bu yerda yana bitta mosh uramiz. Stop lossimiz chunki bilamiz, har 5 ta shamchi tiqib boraveramizda. Stop loss ikkita M15 tanasi bilan tepada buzib yopilishdi. Mana shu shamchi ham agar mana shunday buzib yopilganda, bizda stop loss oldik deb bozordan chiqib tasdiq berishini kutardik, mana bu tasdiq berishini. Xo'p, tasdiq berdi, zonaga kirdi, ikkinchi M15 zonaga kirib yopildi. Bu stop loss emas. Sababi narx yana bozor zonamizga kirib oldi. Kirib olib keyin oqib ketishi mumkin. Xo'p, har 5 ta shamchi tiqib boramiz. Bunda ham hisob-kitob xuddi o'shanaqa. Обязательно bitim ochishlaringizdan oldin zonani tekshirib olinglar. Zona necha punkt, nechta shamchalik. Har 5 ta shamcha tiqqaningizda 15 talik zona bo'ladigan bo'lsa, lekin 12 talik bo'lishi ham mumkin, 17 talik bo'lishi ham mumkin. Bu har xil. 15 talik zonada har 5 tada 3 ta bitim ochgan bo'lasizlar. Tepaga yana 5 ta shamcha chiqqan bo'lsa, 4 ta bitim ochgan bo'lasizlar. 4 ta bitim bilan oqib ketdi. Deylik, xo'sh, sizda 2 ta spikda, 3 ta spik ushlab turdingiz, hamma bitimlarni kuz yetyapti, hali pastga ketadi. Shunaqa holatda siz tepadagi ikkita yoki tepadagi bitta bitimni bezubitga qilib, qolgan 3 tasini yopib, foydani olib bozordan chiqib turishingiz kerak. Xo'p, M15 tasdiq, ikkita M15 stop loss. Shu narsani eslaringizdan chiqarmanglar. Aka, e'tiborlaringiz uchun rahmat.